Assalomu alaykum ota, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamasdan eshitishim bo'yicha o'zi eshitib kirib keldim natijalaringizni. Avval siz opodamiz Ne'matjon aka Abdullayev davrida onkologiya turish shikoyatlari bilan kelib natijalar olgan ekansiz. Qayerdan kelgansiz? Namangandan. Shikoyatlaringiz o'sha payt nima bo'lgan? Qanaqa diagnoz berilgan? O'sha diagnoz qo'yilmagan, menga o'sha onkologiya deb aytishdi. Keyin bir kishi tavsiya qildi. O'shanda kelganda Paramon qishlog'ida bo'lganda. Unda Murodjon oldiga uchraganman. Shu Murodjonga uchraganda shu dorilarni bergan. Ko'krakda bez bo'lgan sizda. Tavsiya qilib. Necha kursda yo'qolib ketdi bu kasallik? O'sha bir oy o'shani ichib yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketdi. Endi bunga davolanganingizga qancha vaqt bo'ldi? 15 yil. 20 yil bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Hozir Murod shifo klinikamizga nima shikoyatlar bilan keldingiz? Murod shifo klinikamizga oyog'im shu og'rib, bosom o'tganmi oyog'im, unda qayron o'tganmi? Hozirgi harakatlaringiz-chi, tayanch harakatlari? Zo'r harakatim yaxshi. Ya'ni to'g'ri chiroyli zinaga hatto yotgan bolaga ham ovqatni o'zim ham chiqdim. Joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Ixlos deyilganda, albatta. Avvalo Allohdan keyin sizlarning shirin tilligiga, joningiz sog' bo'lsin. Dorilarni ishonch bilan mana shu kasalni berishsalar, odamlar ishonib, ixlos qilib ichibdi, tuzalibdi. Buni son qaydan so'layman? Tengingiz mana ancha odam sizlardan shifo topibdi. Sog' bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Sizni ko'rib turgan xalqimizga, el yurtimizga nima deb tavsiya berasiz? Endi mana shu qiynalib, mana shu davoqda yurganlarga tavsiya qilaman. Murod shifoda o'sha klinika o'tganlarni biladi, mana tuzalib, chiroyli kesib guvohi bo'ldim shu yerda. Tabobat demak hech qanaqa zarar qilmasligini bilgansiz, 20 yil avval siz bilib bo'lgansiz. Joningiz sog' bo'lsin, yuzimiz yorug' qilsin. Har safar xalqimizga doim xizmatdamiz. Bu otam uchun bitta like bosib qo'yasiz, like ayamay bosasizlar, chunki 20 yil oldingi mijozimiz hisoblanadilar. Joningiz sog' bo'lsin. Aytaveraman, 20 yil oldin kelgan mashina. Manzillarni so'rayna, lokatsiyalarni tashab beramiz. Sog' bo'ling ota.